Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Javohir. O'tgan safar videoni davom ettiramiz. O'tgan safar o'sha lug'atlar bo'yicha gaplashgandik. Bu safar o'shani davomini, ya'ni nesting tushuntirib o'tib ketishim kerak edi. Hop, o'sha bo'yicha ham hozir kodlar tahlili bo'lib o'tadi. Hop, lug'atlar ro'yxatlar. Lug'atlar ro'yxati. Hop, nestingdan hozir lug'atlar ro'yxati o'sha bo'yicha ham kodlarni ko'rib chiqamiz. Hop, bizda talaba degan lug'at bor. Uning ichida o'sha keylar bilan valyularga ega bo'lgan qiymatlar bor. Hop. Qanaqa keylar, qanaqa valyular o'sha o'zi qabul qilinadigan, o'ziga teng bo'lgan, ya'ni ism o'sha ism o'zini oladi, yosh o'sha yosh, ya'ni son integer oladi. Kurs ham integer, fanlar bo'lsa string, ya'ni o'sha qaysi fanlarga kirish bo'yicha kiritilgan bo'ladi hozir. Ya'ni birinchisi bor, o'sha birinchisi faqat o'sha farqi bor. Yani talaba 0, talaba 1, talaba 2 bir-biridan farqlash uchun o'sha farqlar qo'yib chiqilgan. Pastda o'sha talabani o'ziga tenglayapmiz. Ya'ni print talabani ismini chiqaradi, birinchi yoshini chiqaradi, kursini chiqaradi, o'qiydigan fanlarini chiqaradi. Fanlarni o'sha title ko'rinishida chiqarib beradi bizga, o'sha hammasini katta harflarda. Ism bo'lsa ham o'sha o'tiladigan fanlari, o'qiydigan fanlar bo'lsa ham o'sha hammasini title metodidan katta qilib chiqarib beradi. Hop, chiqaradigan natija bizda mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu narsani o'sha kodda rang qilib ko'rsagan bo'ladi bu narsani. Hop, ism alohida, ya'ni ahli, yoshi 20 da, kursi 3, o'qiydigan fanlari o'sha matematika, fizika, kompyuter fanlari. O'sha bo'yicha darslarni o'tadi bu. Hop, rang qiladigan bo'lsak, bizga shu javob chiqaradi, ya'ni o'sha ismi, yoshi, kursi, o'qiydigan fanlarni alohida chiqarib beradi. Hop, bu faqat o'sha 0-chi edi. Mana pastda birinchisi ham kiritilgan, ikkinchisi ham kiritilgan. Shularni ham bemalol ochib ko'rsak bo'ladi. Hop, bularni ham rang qiladigan bo'lsak, boyagi Ali yana qayta chiqardi, o'qiydigan fanlari, olim chiqardi, ikkinchi o'qiydigan fanlari va o'rtada Vali ham bor. Ularni yoshini, kursini, o'qiydigan fanlarini bizga chiqarib berdi. Hop, endi keyingi ko'radigan narsalarimiz bu lug'at ichida lug'atlar. Yani hozir biz lug'at ichidagi lug'atlarni ko'rib chiqamiz. Hop, bizda talaba bor. Bitta talaba degan o'zgaruvchilar bizga kerak ekan. Ular har doim ochiq qolishi kerak, keyinchalik xato chiqib qolmasligi uchun. Ochdik. Bizda ogohlantirish bor. O'sha talaba 0 degan lug'ating ko'rinmayapti degan o'zgaruvchi bor. Hozir o'zgarish notification bor. Senda bunaqa o'zgaruvchi yo'q deb chiqar ekanda. Hozir yo'qoldi, chunki biz tepada o'sha lug'atlarning qiymatlarini ochib chiqganmiz. Hop, talabalar degan lug'at oldik yana. Ularning ichiga boyagi lug'atlarni ichiga joylab chiqdik. Undan yana o'sha yoshini, ismini, kursini, o'qiydigan fanlarini chiqarishni so'radi. Bu boyagidek qayta-qayta chiqarmaslik uchun, boya qayta-qayta yozgan kodni bu endi bir marta yozib o'sha natijani chiqarish uchun ishlatiladigan kod. Hop, o'zi o'sha natija shu ko'rinishda bo'ladi. Bular hammasi natija, rang qiladigan bo'lsa shu ko'rinishda natijalar chiqadi bizga. Ism Ali, yoshi 22 da, kursi 4, fanlar o'qiydigan o'sha fanlarni alohida chiqadi. Talaba Valining yoshi 22 da.
shu ko'rinishda javob olamiz. Pastda print qilib so'raganmiz bu narsani. Shu ko'rinishdagi javoblarni olamiz. Mana bu oxirgi chiqqan natija bizda talaba fanning yoshi 22 da. Hop. Keyingi ko'radigan narsamiz bu. Mana forsikli yordamida bo'sh lug'atlar ro'yxatini to'ldirish. Forsikli yordamida lug'atlarni to'ldirish ko'rib chiqamiz hozir. Buning uchun biz o'sha car degan bo'sh lug'at, cars degan bo'sh lug'at bor. Fordan foydalanib biz range o'rnatdi. Malibu car degan o'zgaruvchiga Malibu degan o'sha value oldik. Rangi belgilanmagan, yil 2020. Narxi 40 ming. Probeg 0. Korobkasi avtomat, ya'ni avtomat mexanika o'zi ishiga bo'lmadi. Hozir bu avtomat. Car degan o'zgaruvchiga qo'sh deyapti. Endi bu narsani o'sha indeksga qarab murojaat qilinyapti. Ya'ni 2-indeksdan 3-indeksgacha o'sha qora 45 ming, probegi 10 ming, 6-indeksdan oldingilar hammasini o'sha mexanika qil deyapti. 35 mingdan rangini oq qil deyapti. Pastda o'sha avtomatlarning kiritilgan o'sha qiymatlarga beriladigan metodlar yordamida. Hop, buni hozir run qiladigan bo'lsak, bizga shu javob chiqadi. Ya'ni Malibu oq 2020 35 ming, 0 probekda mexanika. Biz boya bunda o'zgarish kiritganmiz. 2020 35 ming yurgan, faqat bunda probeg bor 10 ming. O'shanisi bilan farq qiladi. Pastda o'sha 6-indeksdan keyingilarni hammasi ranglari berilmagan. 2020 40 ming, faqat ular avtomat hammasi. Mana shu ko'rinishda chiqarsa bo'ladi bu narsalar hammasini. Hozir ko'radigan narsamiz endi o'sha lug'at ichidagi lug'atlar. Bizda hamkasblar degan o'zgaruvchi berilgan. Ali familiyasi Valiyev. O'sha o'zgaruvchiga aytimlar qo'yilgan, aytimlar o'ziga tegishli bo'lgan keylari, valyulari bilan kiritilgan hammasi. Oxirida biz bularga alohida funksiya beryapmiz. Hamkasblar degan ichidagi itemslarga o'ziga tegishli bo'lgan funksiyalarni beryapmiz. Ya'ni ism, title, familiya, title, ya'ni har bitta ismi ham, familiyasi ham katta harflarda chiqarilsin. Tug'ilgan yillari integerda kiritilgan, qolgan hammasi string ko'rinishda. Va oxirida chiqaradigan hammasiga upper metodidan foydalanyapmiz. Hop, natijamiz Ali Valiyev 1995 tug'ilgan, ma'lumot oliy, quyidagi dasturlash tillarini biladi. Hop, biladigan dasturlash tillarini alohida chiqaradi. Ma'lumoti, o'sha ism, familiyasi hammasini alohida chiqarib ko'rsatib beradi. Har bitta aytimga alohida qatordan chiqarib beradi bu narsani. Bu narsa bo'yicha o'sha muammo bo'ladigan bo'lsa, asosan metodlarda bo'lishi mumkin muammo, chunki o'sha metodlar orqali alohida qilinadi, alohida ajratiladi. Hop, o'tgan dars bo'yicha o'tib berishim kerak bo'lgan narsalar shular edi. Hop, bularni ko'rib chiqdik. Bular bo'yicha yana qo'shimcha kodlar yozamiz, ularni tahlil qilamiz. Agar yana qo'shimcha savollar bo'lsa, yozib ketsanglar, o'sha javob berib ketaman hammasiga. Hop, sizlardan javob oxir bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmasin.